oldingi tezligi qancha bo'lgan deyapti. Ha, bu oddiy tematikdagi savol. Aynan soni ham bir xil ekan. Ya'ni u tezligi v edi. Masofa qancha? 120 km. Birinchi holat. U o'zi aslida 120 km masofani v tezlikda bosib o'tish kerak edi. Tushunasizlar? 120 km masofani v tezlikda u bosib o'tish kerak edi. Birinchi holat. Ikkinchi holat. Nima bo'ldi? U 10 daqiqa yo'lda ushlanib qoldi. Yo'lovchi 10 daqiqa ushlanib qoldi va tezligini 12 ga oshirib, avvalgi vaqtga yetib bordi demoqchi u. Ya'ni ikkinchi holatda ham 120 ni bosib o'tdi, faqat tezligini 12 ga oshirdi. Endi aytish bo'yiga qaraganda, birinchi holatda sarflangan vaqt, misol uchun birinchi holatda misol 20 minutda borsa, ikkinchi holatda 10 daqiqa ushlanib qoldi-yu. Mana birinchi holatda misol yarim soatda yetib borish kerak bo'lsa, 10 daqiqa ushlanib qolgan hisobiga ikkinchi holatdagi mana vaqt 10 daqiqa kam bo'ladi. Demak, ana shu ikkinchi vaqtga 10 qo'shsam, birinchi vaqtga kelib chiqish kerak. T1 o'rniga 120 taqsim v qo'yaman. T2 o'rniga 120 taqsim v plus 12 qo'yaman. 10 o'rniga 60 minut taqsim 10 minut taqsim bo'lsin. Savollar bormi tenglamasiga? Bo'ldi, shu savollar tenglamasidan v ni topishimiz kerak. Iloji bo'lsa og'zaki topib qo'yganlardan ma'qul. Ustoz, nabarot ana T2 T1 plus 10 emasmi? Ikkinchi nega? Ikkinchi holatda tezroq yurgan bo'ladi-yu, vaqt kam sarflagan bo'ladi. Masalan, 10 minut ushlanib qolsa, mana birinchi holatda misol uchun 30 minutda borish kerak. Mana ikkinchi holatdagi vaqtingiz misol uchun 20 minutda. Qaysi biriga qo'shasiz uni? Bu kichkinasiga 10 qo'shasiz-da. To'g'rimi? Bu tushunarli. Tenglamingizni olib v kara v plus 12 ga ko'paytirdik. Xo'p. Ana endi qisqartirib yuborsam, 1 taqsim 6 baqa o'tib qolsa, v kvadrat plus 12 ta v teng baqa o'tsa 12 kara 6 kara 120 bo'ladi, teng 0. O'ylaylarchi necha chiqar ekan vlar? Necha? Altmış bilan 72 mi? Bo'lishi mumkin. Yo'q, unaqa emas ekan. Bittasi 24 ekan. Shu 24 chiqsa kerak dedim bittasi. 24 bo'lsa kerak. Tematika kim yonida bor? Bormi tematika onlaynda? Ko'rsalang, matnli masalalar ichida aynan shu savol bor. Harakatga doir masalalar bo'lsa 96 2006 bor. O'shaning ichida bor. Davom etamiz. Mana shu davom topasizlar. Bo'ldi, bizda qolaveradi shunday.
yoki sal sonlari boshqacha bo'lishi mumkin, lekin usul shunaqa, tushunasizlar-a? V1 bilan V2 topiladi, ular topiladi. Oldingi tezligi qancha bo'lgan, shu yerdan chiqadi va ildizda chiqyapti. Aytadi, koeffitsient farq qiladi-da ustozlar. Qanaqadir soni yoki qaysidir soni boshqacharoq bo'lgan bo'lishi mumkin. Kommentga ham yozishibdi, bitta tekshirib ko'ramiz.